Assalamu alaikum İstiqlal Televiziyasının aziz görürmenleri. Ayallar ve Dava programımızın yeni sanını görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben riyasetçi Sübünür Ömercan. Aziz görürmenler, bu san programımızda yakınki zaman Uyghur tarihimizdeki en eçinişlik faciyeler ve kırgınçılıklardan biri boğan 5. iyun vakası hakkında Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Münevver Öz Uyghur Hanım bilen söhbette bulunuz. Münevver Hanım, kıymetli vaktinizi çıkarıp katılışıp geldiğiniz için köp rahmet eytimiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Elbette ben rahmet eytimen. Müşündak mühim bir vakalikni. Kayda bizden kıymetli körümelerimiz bilen ortaklaşıp, fikirleşip için beni teklif kıgalıqlar için. Şunda. Onda bolsa en aldı bilen 5. iyun vakasınınki kanda bulup oturga çıqqanlıqı ve bununki arka planda nimişla boğanlıqını bir tepsili dep ösek dep oyladım. Çünkü biz özümüzün davasıga egi çıkışımız için biz özümüz texmi yaxşı bilişimiz gerek. Mesela hiç olmasa biz Türkiye'de bunu Türklerge sözlep berişimiz için mi, nimiş boğanlıqını dep berişimiz için mi, bizninki aşı vakalikninki aldı keynideki bütün tepsilatlarını yaxşı bilişimiz gerek. Mesela hazır yaşlarımız çoğun buluvatıdı 5. iyun vakası vaxtıda kiçik yoki vatandın baldur çıqqanlar için mi bunu aval özü haqiqiy tafsilotini yaxshi ögünüşü mühim deb o'ylayman. Şuna muşununki qandaq bo'lib başlandı, qandaq davamlaştı, muşu haqida bir tafsili deb bergan bo'lsangiz. Buludu. İnşallah ben o özümün izlengenim, bilgenim, malumatım boyunca edey. 2009 yılı 7. ayının 5'i bu Ürümçideki okuğuçularının 2009 yılı 6. ayının 26. Şavgen vakasıda bizim iki tane Uyghur kızımızga Xitaylarının kılgan zotalıklarına karşı elip bağın karşılık bildirişi bilen o zavattaki Uyghur ballarımızga sırtın yani bu yallavağan lükçekler ya ki zavatın küşkürtülgen lükçekler arkalı bir gecede qattiq bir bastırış elip bağanlığı, nurgun kırındaşlarımızın, nurgun yaşlarımızı öldürüp etkenliği. Lekin öldürüp boğandan keyin sanını bek az köstüp, ola bir qancha sarang adam buşlaq qıldı dep ulam döngep, ta taňatqıça öldürüp, onundan keyin taňga yaqinlaşda saqçı kelip qoyap, yeri bir körünüşlerini ep qoyap bunu sarang qıldı dep ulam. O kadar kırındaşlarımızın, o kadar yaşlarımızın ballarınki o intiqamını hiç nimege çıqırıp etkenliğinden ibaret bir facialik ahvaldan keyin Şarkı Türkistan'daki üniversitede okuyatkan okuğucular, vicdanlık yaşlarımız bula uygunup yani kulağa hiç qanday kural almasdan fakat devletinin siyasetleri, devletinin şu kanuni siyasetlerine uygun bir şekilde bu kadınlardan hesap soraş doğruluk hükümetten talep beriş şeklinde bu bir namayış orunlaştırışga çağrı kılıngan. Bu namayış nayet tızlı bir şekilde bütün Şarkı Türkistan'daki şehir yazılarıca, her qaysi joylardagi viloyatlardagi, rayonlardagi üniversitedagi o'quvchilargacha ve cemiyetdagi yoshlargacha tarqalib, bular 7. ayının 5. günü Ürümçi'den üniversiteden başlap Şinjan Üniversitesi'deydi ama Şarkı Türkistan Üniversitesi'den başlap ta ki nimege kadar şu halk hükümetinin meydanına kadar Ürümçideki yürüyüş kılış planlanganken bizden keyinki bilgen malumatımızda bu Şavgan vakasının keyin biz naiti bir teşkilatlar birlik buluş süpütümüz bilen o zamanda Mağrib naiti aktif hizmet kılıvatkan ben de Mağrib Cemiyeti'nin hem yeslisi de okutkuçuluk kılış hem ayallah hizmetini ve sosyal yardım hizmetini kılıvatkandım hem ayallah sohbet derslerim vardı. Şu Şavgan vakasının keyin biz naiti bir ciddi bir şekilde vaziyetini küz tutmandık. Hatta ben işkirde tunuyduğum birisi arkalık şu namayış buldu davatı doğmaya qanday ahval buldu bir haber yetkizip tuğan bolsanlar dedim. Başta biraz bizden çekingen buldu yani qanday buladı. Ben dedim yani ki ahvalı biz ya baramısak Otның içini köygenden, teşhidi köygen bek yamanken bu bizge bek eğer geldi. Eğer buğan ahvallardan bizge bir haber begen bolsanlar dedi. Şunun bilen
nimada 7 ayning 5 kuni bizningki Sharq Turkiston qarindoshlar uchrashuvining ochilish marosimini boshqa bir yerda o'tkazilganga tayyorlik qilayotgan demni ochilish marosimini biz ham uning tayyorligida bo'layotgandik. Bizning İstanbul bilan Turkiyaninki vaqti 3 soat farqlandi. Vaqtda meni xatolashmasam. Bizga aytgan soat 9 bo'lish bilan nurg'un yoshlarningki ko'chaga chiqqanligi, andan keyin ko'chalarni soqchilar qoplab ketganligi xabar keldi. Urumchidan ishkirdan bizga bunda xabar kelib turdi. Bo'libmi shaxsan men nima qilib turdim. Ondan keyin o berik faaliyetimizning tayyorligi bilan faoliyatlar bilan aldirash bo'ldik. Ammo bir vaqtlar bostirish boshlanibdi dedi. Bir 11-12 kilo bo'lgan o'xshaydi deb o'ylayman. Tushlik vaqtida toza esimda yo'q. Ondan keyin bilmayman ish qilib shaxsan mening yuragim bek sep ketdi. Shuning bilan to'xtamay telefon qildim. Qanday bo'libdi? Desam, voy mushtaq shu Urumchida ko'chada etishga boshlabdi, qechishga boshlabdi dedi. Andan keyin davomli yana bir qisam arada telefon yo'qolib ketdi. Yana urdim. U vaqtcha hamma xabarlar oyoqdan olibdi degan guruhda xabarlar kelishga boshladi. Shu bilan kechqurunda yana bir telefon qilsam yomon test oldi, o telefonni ilib shu hungirab yig'lab ketdi. Dediki, bekchi qadam ulab ketibdi, bekchi yoshlar ulab ketibdi, bek qattiq bostirib ketibdi deb. Ondan keyin shuning bilan men asosimni yo'qotib qo'ygandek bo'ldim, ammo kechichi xabarlar bo'ldi. Atisidan boshlab shu kechichi masalan jasadlarni ko'ydaganligini, ko'chalarga qoplab olib nim qilganligini boshladi. Atidan boshlab o'ylarga tutishga boshlaganligini, ondan keyin shu ko'chada puxrach kiyingan nimalarning soqchilarning harbiylarning quliga o'xshash shakldagi kaltakni elib ko'chada Uyg'ur ovga chiqqanligini, bu hamda boyadan Urumchidan ailasigalar bilan ko'rishayotganlar bor, universitet o'qigan o'quvchilar bilan ko'rishayotganlar bor degandek hammamizning butun esimiz, shu aqlimiz, hushimiz, hamma narsa shu Urumchi bilan bog'liq bo'lib ketdik. O programmani qayirib qo'ydik. Ya'ni o programmaga qatnashish uchun dunyoning bir muncha yerlaridan qarindoshlar kelgandi. Shuning bilan biz namoyishni boshladik. AQQdan Xitoy konsulxonasi oldiga chiqib, vaqtda o kadar bir ağır bir fajia bo'ldiki bizga. Haqiqatan o'tning ichida ko'ygandan teshida ko'ygan bek yomonkan. İşçilerimiz o kadar facialik nimada ya o'tag'imiz ya qo'pqinimizni bilmaymiz, ko'zimizga uyqu kelmaydi, ya yegan ishganni bilmaymiz. Hatta mening kichik qizim 8 oylikdi, emayotgandi. Men qizimni emitishni unutib qopdim. Ikki balam uydan yedimi, ichdimi, uni unutibdim. Yo'ldoshim bilan ikkimiz atdigandan kechgacha namoyish, qo'limizda telefon, ashda bo'lib ketdik. Butun bir Sharq Turkistondagi, meningcha dunyoning hamma yerida Sharq Turkiston qarindoshlar shunda bo'ldi deb o'ylayman. Hammamizda intayin bir ağır bir qayg'uliq bir holat yaşandı. Endi men bu yerda demoqchi bo'lganim, keyingi bu voqealarninki kelib chiqishini o'ylasak, aslında bu Şavgan voqeasimi qasdan biz bir qudratqulluq shaklindagi chiqqan bir va ham bizning zaten qanday qilsak bizni o'ldirib yo'q qilish, qanday qilsak bizning ustimizdan o'zininki hokimiyatini, o'zining kuchini ko'rsatishning nimasi bu? Ishkirga ortiq kuch deb elib borgan o qarindoshlarimiz, qizlarimiz, o'g'illarimiz, ularninki bir qul xizmatchisi. Shu majburiy emgak deb o'tirgan. Bunu endi bu her 10 yılda biz qarab baxsaq bizning vatanniki tarixiga, faoliyat tarixlariga yoki isyon tarixlariga qarasak her 10 yılda bir qatam shunda bir cho'ng voqea bo'ldi mesela. Mesela 1997-yildagi 5 fevral G'ulji voqeasidan keyin bu eng cho'ng bir qayg'uli voqea bo'ldi. Men 97 bu 5 fevralda da Urumchida edim. Ben burungi programmalarımda müddət ötəb ketken 5 fevral bo'lgan vaqtida meni bizning qarindoshlar bir uyga sulab qo'ygandi. Chunki u yerdagi fojiachi o'ldirish men faqat chidab turolmagandim-ku. Belki meningki ruhiy jihatdan ojizligimmi yoki haddidan ortiq bu qarindoshlarimizningki bu nimasiga, bu zulmga, bu bostirishlarga taqat qilamaganligimmi? Chunki oiladan buni yashaganligimiz uchun, Xitoyning zulmini yashaganligimiz uchun, buning achchig'i suңakimizga o'tib ketganligi uchunmi men cho'ng bir tragediya yashagandim 5 fevralda.
ve onundan keyin ko'zimga hech nima ko'rolmaganligining sababi ne o'lim ne qo'rqib ko'rolmaganligining sababi u edi. Ammo bu 2009'dagi voqea teshida turib, masalan, texmi menga pek ig'ir keldi bo'libmi, u yerdagi o qadarchiq insonlarning tutilib ketganligi, insanlarning yo'qolib ketganligi va ersiz qolgan oiladagi ayollarning ko'chalarga chiqqanligi, shunday voqealarni u vaqtda hozirgidek internet butunlay to'salgan emas, xabar degan kelib turdi hamda. Ya'ni undan keyin hemen cheklavatdi Xitoy, necha kun internet falan hamma narsani kesdi. Lekin bir şekilde bir uçurlar geldi. Aşna oldu, vatanda aşna bo'ldi, keyin anglasak. Endi o Shogun vakası anandaki bu Ürümçideki yaşlarımızı kışkırtkan bir vakalık ekan bu aslında bu qanday mesela muşu arqılıq kimler Xitayning mushundaq zulmiga, ya'ni bizning davlatning hukumatning qilgan bu hukmronligiga qanday qarshi turdi, masalan, kimlar ifoda bildirdi, kimlar ifoda bildirmaydi deb bu yoshlardimi, chunki u vaqtlarda 97dan boshlab, masalan, 97 5 fevraldan keyin masalan biz Ürümchidimi nihoyatda aniq bilgandik. Biz masalan ko'chalarga chiqqanda hech bo'lmagan Xitoyning zulmi bor degan chog'dami biz ovozimizni chiqarib Xitoylarga bir narsa deyalaydik, nima deysa deyalaydik. Masalan, Abduzada askarlik qismi nima deysa deyalaydik. 97-yillik o voqeadan keyin Ürümchi Keşik gazetining Xitoycha bosh maqolasida bundan keyin ko'chalarda, avtobuslarda, ommaviy so'rinlarda hech qanday bir Uyg'urning yuqori ovozda masalan qarshilik bildirish harakatlari bo'lsa, hemen uni nim qilish tutush yoki nim qilish soqchilarning erkinligi bo'ldi. Uning bilan biroqla vaziyat tiz o'zgardi Ürümchida va Ürümchida eng jiq tutilgan vaqt 97-yil deb bilaman. 97'nin ahırları 98'lerde çünkü mesela meylebetimizin cenubu olsun, şimalda olsun her kandak yerde sığmagan mücahit kıyırındaşlarımız, talip kıyırındaşlarımız, dini alimlerimiz, yaki faaliyetçilerimiz aslında Ürümçi'yi sığıp gitet diyemdi bir şekilde. Ürümçi'de naytice kılga vatanperver, milletperver kıyırındaşlarımız boğallık için nurgulları öyleri gesilip aşına sığıp gitti ve Ürümçi erkeniydi yani. Ama 97'den keyin Ürümchining vaziyati pek jiddiyleşip ketdi. Ben 98 kaçıp çıkan buldum. Ondan keyin 98'den ta 2009'ga bo'lgan bu aralık içinde nurgun yaşlarımızda uyg'unish bo'lib, masalan, hijablanish masalasida bo'lsin, diniy o'rganish masalasida bo'lsin, shaxsiy korxonalar qurib, Uyg'urlar o'zlari mundaq qo'llab, igilik tiklab, taraqqiy qilganligi bu Xitoyning qattiq jiddiy diqqatini tortgan bir masala. Chunki ularning ozroq kengchilik qilib berishi hargizmi bizni yaxshi yashayotsin, nima qilsin emas. Bir mezgil menfaqa bizning siyosatimiz, bizmi o'zimizning nimada kallar arasında toşkunumuzun tutuvereli sevme menfaqa degan. Ama bir qarab baksa bu uyg'unish yoshlarning ichida bo'lib ketgan bo'lgandan keyin bu universitetlarda cho'ng uyg'unish bo'lib ketgan bizim vaqtimizdagi universitet o'quvchilarimizning nurg'unlar maktablardan ayrilgan. Ama hatta shu vaqtlarda yog'liq chekib maktabga universitetda test bo'lsin o'qiy oladigan, namoz o'qiy oladigan, hatta ustozlar, Uyg'ur ustozlarmi masalan tarixlarda ustiyib bir şekilde nurg'un gaplarni qila oladigan holat kelib ekan Sharq Turkistonda. Bunun bilan Xitoy bu yoshlarimizni bir tozalash bahanesi qanday tozalaydi birdan tutamdı çünkü bilmeydi. Şu meydanga o'tirga chiqqan chaqda bularni bilimiz degan maqsad bilan shunda bir qishqirtmalik qilgan. Endi bu o'yinninki haqiqatan o'yin ekanligining dalilining ko'pincha birisi keyin anglashimizcha mushu torlarda mesela o vaqtlarda bütün mesela torxonlarda nim qildigan bo'lgan ekan, Uyg'ur bo'lsang chiqmamsa falonchi kuni falayada Ürümchida mundaq vaqtida deb ashuna e'lon chiqib ketgandan keyin hatto ba'zilari mesela shu soqchixonaga berib debdi mesela mundaq yoshlar mushtaq faoliyat qilyapti deb davatdi qilmiz deb qo'yibdimiz chunki u yerda hamma yerda ularning obsharkisi bo'ldi emasmi? Mahalliy yezlardagi obsharkalarni mushtaq uyg'unish bo'lyapti mesela her universitetlarda ularning obsharkalari bor zaten. Desa gaqamanglar debdi soqchilar. Gaqamanglar debdi. Hatta birsi debdiki bir soqchi bir Uyg'ur soqchi bir Uyg'ur soqchi bu o'rlashtirilgan ishlar bu sizlar aralashmanglar debdi. Men bu şu vaqtda aslida bu namoyishga ruxsat berilgan namoyish deb anglagandim. Endi siyosiy masalada qo'limizda aniq bir isbot belgi bo'lmay turib gap qilsak bo'lmaydi-da, lekin shu bir o'quvchilarga berilgan ma'lum bir yerdan ma'lum bir yergacha
namoyish qilish ruxsati berilgan deb anglagandim. Şun ruxsat berilgan bu iş chiqsin deb. Ondan keyin yana bir shu 2009-yildan keyin masalan Ürümçidən kelgan bir nurg'unlar bilan men ko'rishgan bo'ldim. Bir tane qiz bola dediki, mening yaqin bir savodishim bor, u keyin soqchida ishlaydi deydi. Shuning bilan biz Arrocha tarafdan o'tib ketyapsak, Uyg'ur bo'lsang kelmamsi maydonga, Uyg'ur bo'lsang chiqmamsi deb ashlar degandan keyin o qizlar o'qish bitirib bo'lgan zaten, o'qish bitirib bo'lgan qiz. Anandan keyin do'stim bilan biz yura Uyg'ur bo'lgandan keyin deb bizning qinimiz qizib ketib, to'pga kirgandik deydi. Kirib bir yer menga xili bir yerga borsak, shuningla o soqchi soqchi meni ko'rib qopti deydi. Voy deb oqimdan degan ashulaqi ma atrofga mundaqliqqa nimani tumir rishaklan qo'yatgan emasmi? Aqımda men chaqadi deydi. Chaqaganligimda qarasam, miyaq chiq, miyaq sherib chiq deb chaqadi deydi. Chaqagandan keyin men nim bo'ldi deb nasab, endi yugurib kelib, beshingni o'lgin keldimi, sening deb aytibdi. Qara, emas ketyapman deb, ya yenib chiq, hozir olay vaqa chiqdi debdi. Debdike şunlar vay deb aşağı sen andikin hey sen sarangmı saqmı deplaş müyramdan tutuplam aşı rişkatkidan muş rişkatkidan uçuq yerinin qayırıpla men tatib eçiq aldı deydi. Ölgün keldim ha senin deb. Vay nim boldu hemeden teşkil atmamdı. Nerede uruşvam ki bir yerden dese hele vaqa çıqdı, hele vaqa sen nereden bilirsen? Sen mening savaqdışım boğallıqni qilib atma, bu senin dimchatqi degende deydi. Şunun bilan lekin ha deb men nim qilmabdiman deydi. Şunun bilan uyinga ket, hozir aqaldan qarmay uyinga ket degende deydi. Uyga bormay birdamdiki bizning uyning atrofida shunda qiyochiya bo'lib ketdi deb o'z og'zi bilan deb bergan. Demakki, u yerda u maqsadlik o'rinlashtirgan. Endi hukumat deydiki biz tinch namoyish qilishga ruxsat qilgandik, ammo bir turkum eskilar unda qilganlik uchun, bunda qilganlik uchun. Aslida yerda urchaq qilganlar yoki masalan bir mashina urganlar yo soqchiman ularning hammasi o'rlashtirgan insonlar. Chunki o'quvchilarning qo'lida ya kaltak ya hech nimasi yo'q chiqqan ekan. Endi bu Xitoyninki kim mushlarni qo'llaydi, kim o'tirg'i chiqadi, kim maydonda ko'rinadi, kim oldida mangadi, kim agishidi. Bu yoshlarimizni yo'q qilishning bir bahonasi. Dunyoga deyjekki biz ularga izin berdik, izin bergan bilan bular o'zlari chiqib terrorlik qildi, uning uchun biz yig'ishtirdik deyish uchun. Anam de yig'ishtirgan vaqtida Muchqashqarda yig'ishtirmadi. Ikkinchi kundan keyin bular masalan bir ikki Xitoyni o'ldirib qo'yib, bir ikki Xitoyni o'zlari o'ltadimi, boshqa odam o'ltadimi masalan. O'tirg'i chiqqan Xitoyning rasmini 5 yerda ko'rsatib 5 qilib chiqarib, atsi uningdan keyin o'xshash tayyorlagan kaltaklar bilan xalqni o'g'lashga boshladi. O qadar bir og'ir fojia. Endi buni Xitoyni tushunmaydigan yoki xuddi Musa alayhisalomning qavmidagi zulm ostida yashab zulmga kunab qolgan bizning millatimizdaglar eng boshda anqiramay qoldi bu voqelikni. Anqiramadi nima ishlar bo'lib ketganligini. Hatto men keyinchi qadamlar ko'rishdim biz darajadan past qarab turgandik, anda bo'lgandik, uyimiz ketamagandik, ovg'andik, mavg'andik, ketayotgandik, mani ko'rgandik, avoldi, mavoldi deb. Hikoya so'zlagandek so'zlab berganlar bor. Hatta muhakkak jim o'tamay nima beshiq ishlaydiganda debdimizga deganlar bor. Keyin anandan keyin hatto mening bir ko'rishgan bir soqchining ayoli bilan ko'rishgandim. O soqchilar kechida bir muncha odamni o'ldirib bo'lgandan keyin uning ichida Uyg'ur soqchilarni etib etgan gapga. Etib kirib Uyg'ur soqchininki ayolini turmaga akirib ketib deb deganki sening yo'ldoshing kimlar bilan aralashdi. Keyin deydi bu ayol nimaga unda deb so'raydiki meni deb ashtaq desam, yo'ldoshim shu odamlarni yoshlarni yig'ishtirgan vaqtida bularning hech qanday gunohi yo'q, nimishqa bularni o'ltiramiz deb degan deydi. Xitoy soqchi buni anglagandan keyin buni o'ltirib bo'lib, demakki buning qallasida bir narsa borki, ayolimi buni biladi degan narsa bilan meni u qadar qiynagan shu eg'ira yiqdim 7 oylik. Qo'sig'imga tip tushirib shu bilan ulab qoldi deb menga nimasini ko'rsatdi. Mishadan iqror qilmagan yerimdan ziq tiqqandi, yerimdan chiqqandi deb. O yol biraz kallasidan ketib qopti ekan, biz bir qancha qatim yo'qlab bordik. Hozir o yol o'zining izini yo'q qilyapti. Men aytdi, nima qildim, ish bo'lmagan mush voqelikni deb birsam, bek qo'rqib ketibdi ekanman. Bek qo'rqib ketibdi ekan, men hayotimda unda qo'rqinch yashamagandim dedi. Soqchining ayoli emasman o'zi.
Yani hakikaten bu Xitayninki o vaqtda o'ltagini faqat bizning Uyg'ur o'quvchi bolalarimiz, yoshlarimiz emas, hatta bu nemishqa o'ltirimiz bularni degan har qanday bir insof egisini yig'ishtirib o'tgan u kuni, masalan, kechalar yig'ishtirib o'tgan, to'xlarni uchratib yig'ishtirib o'tgan degandek. Endi bu Xitoyni yaxshi tushungan, Xitoyning har qatimliqi bir fojialarda nima qildiganligini, qanday o'yin bilan o'ttirg'i chiqardiganligini bilganlar uchun bular tushunishga oson. Lekin men shuni his qildimki, 2009ning oldida 2005 fevraldan keyin bütün cemiyetlerinin her qaysi bosqichlarda siyosiy o'rganish qilish orqali bular shundoq aksiyalar qilibchi bir millatchilik qiladi. Bular hukumatning qo'ldan huquqni tortib olmoqchi, andaq mandaq deb davomli bizga tuhmat ortadi. Adam tutishning bahonasi qiladi degandek. Endi undan keyin 2009dan keyin qarab baqsa, nima uchun chet elga o'quvchilarni bek chiqarib atdi? Nima uchun 2009dan keyin dunyoning har qaysiga chiqib, yerlarga chiqib o'qigan o'quvchilar chet elga chiqib ketgan Uyg'urlarning soni ko'paydi degan chog'da diqqat qilsak, burun asosan nayt milliyatchi, undan keyin asosan dindor oilaning bolalari masalan diniy o'qishga chiqdi. Yoki bo'lmasa yaxshi o'qigan bolalar chet elga o'qishga chiqdi. Ammo 2009dan keyin bu voqealikdan keyin şu hükümetki nait sadık işlevaklan hükümetninki partiya a'zolarining ballardan tartib chet elga chiqib ketdi. Chunki ular ashvaqning o'zida og'zida demasimi hükümetning siyosatining asosan yoshlarni tugutadiganligini va ko'di. Andan keyin bu hükümetning bu bostirishlarning faqat az bir qism, bir uçum insonlar qartilgan bir bostirma emas, balki bütün bir Sharq Turkistonliklar qartilgan bir besim ekanligini, bolalarning agar tasodifiy bir gaplarga alishib yoki telefondagi bir odamningki telefonida ismi chiqib qolgan chog'da bu cho'ng bir bola qoldiganligini o'qib, hech qanday aloqasi yo'q. Hatto Xitoy maktabida o'qib Uyg'urchani unutib qolgan bolalarni, masalan, Misrlarga, Liviyaga, Pokistonga, Saudiya Arabistonga va Yevropalarga nurg'un yoshni chiqarib etishning sababi u bo'ldi. Demek ki bir yerde 2009 yıldaki bu 5 iyul vakası Xitayning yoshlarni bo'libmi yuragida o't va yoshlarni yo'q qilishninki bir cho'ng qatliyami. Şu bizniki milliy g'ururimizga tegish orqali keltirib chiqadi. Biz hozirgacha shu 5 iyulni xotirlab qirg'inchilik deb kelyapmiz, lekin men shu vaqtda to'liq 1-yillikqa chiqqan vaqtimda bütün televizor kanallarda hamma nimalar to'xtab ketdi. Bütün programmalar to'xtab ketib, shu faqat Wanglar Chuanli so'zlaydi. Shu nima qilib birmuncha gap qilib ketdi. 5-iyul voqeasidan keyin Xitoylar shu Uyg'urlarga siz bayon deb o'tgandek Dağza Changsha deb nima qilib oldi bularga urib, chiqish, ko'ydirish, bulash, o'ltirish voqeasiga qatnashganlar deb hammasini tutib akirib ketdi. Buni shu Xitoyninki o'zining kanallarida bas-basda berishga boshladi. Shuning bilan shu 7-oyning 7-kuni çoğun şu Xitayning hammasi şu yo'llarga to'kilib, Uyg'urlarni bek cho'ng qirg'inchilik qilgan. Şu 7-oyning 7-kuni o'lib ketgan, shu nimada shahid bo'lib ketgan Uyg'urlarmi bek jiqgan. Masalan, Tarkocha degan naqshni aytgan Mirzat Alim deb. U Mirzat muallim bizningki Xotanda ishlaganda 3-4 yil bizga shu musiqa darsi bergan shu vaqtda. Keyin boshqa bir o'qituvchimiz deb berdi. Shu muallimni nimasida shu 7-oyning 7-kuni mashinasida o'ltirgan yerdan chepib o'tibdi deb keyin ashta xabar keldi. Bu faqat bir talla o'rnikida hamdi. Uningdan boshqa yana qanchalik Uyg'urlar qirilib ketdi shu vaqtda. Men o'yladim hamdi buningki Xitoyning shu vaqtda 5-iyul voqeasidan keyin buni maxsus Xitoylarga ayrim tashviq qilib, o'ch elinglar degandek Wanglar Chuanning to'xtamay u yerda so'zlishi, Xitoylarning keyin u qilib ketganlarni nechadi ko'midik masalan. Shunda qonliq bostirishlar bo'lib ketgan. Asli guvochi topolgan bo'lsak yaxshi bo'ldi, lekin afsus, sizmi bilasiz. Aslında 5-iyul vakasıga bevosita chetilgan yoki yondan ko'rgan, shahid bo'lgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bence o qarindoshlarimizninki milliy tuyg'usi, hani bek yuqori emas deb o'ylayman. Chunki bu yerda
Kimge şahitlik berdi desanız, haksız yerde bozak kılıngan, öldürülgen insanlara, mezlumlara yardım berdi. Kimge karşı yardım berdi aldı bilen Allah'ın düşmanı boğan, şundakla Şarkı Türkistan'da besi bağan, tacavuzçı, jallat Xitayning karşısında şahitlik berdi. Allah subhanahu ta'ala'nın aldıda en esil, en mertlik insanlar zalimnin karşı durup gep kılış. Biz böyle berip Xi Jinping'nin aldığı berip gep kılın demedik. Ama müş erken bir dünyada şöyle köygen her bir vakalik, her bir şahitliknin özü nurgun insanlara hakikatini bildiretti. Ben keyinki zamanlarda bildim ki nurgun Uygurlar 2009'dan keyin andan Xitayning düşman ekanligini farq etishga boshlagan ekan. Bu naytı bir echinishlik ahvol, yani bu men pat deb qo'yman. 2006 yil yozda biz tunji qatam shu ma'rif jamiyati qurilgan chog'da yoz ta'tilda ballarni yig'dik. Burun chiqqanlarning ballari, andan keyin chiqqanlarning ballarini bo'lib, shu aldı bilan Zeytinburun'da yoz ta'tilda bir masjidni kiralab ders başlagandik. O vaqtda men qizlarga Uyg'urcha ders başladım, diniy tecvid dersi bilan. Şu vaqtda men Abduxoliq Uyg'urning she'rini, Uyg'on degan she'rini yodlatqizdim. Manga bir do'stimiz Qur'on darsida tingshaydiganga yordamchi bo'lib keldi. Andan keyin men Abduxoliq Uyg'urning Uyg'on she'rini yodlatib o do'stimiz boshqa davlatda cho'ng bo'lgan Uyg'ur. Unda qarab, bu qancha yozilgan she'r hocam dedi. Deganda deb bersam 100 yıl oldu o deydi. Ha desem Uygurların 100 yıldan beri uyg'onda hozirgacha uyg'onmabsizlar ha dedi. Hazır yazgandaklar. Hozir yozgandaklar. O kadar içim açık bo'ldi ki. Endi hozir 2006'dan hozir 2024 qancha yil oldu kitapda? 18 yil oldu mu? Hozir o'qisak yine hozirga o'xshash bizning millatimizningga. 2009'da nurg'un odamlar uyg'ongan bo'ldi. Ve çetelge çıktı, ballarını hep çıkarttı. Şu ballarını çetelge çıkıp gitti. Valla 2009'dan kim oldu. Ama zulüm bağın sırrı açtı. 2011'den başlayıp çetelge bir küçüş başlayıp gitti. O vaxt birisi Xitaylar bizim Uygurlarımızda çoğun bir kırgıncılık bilen jürgünü mucıgan oldu. Ve nurgun insan özünü ve ballarını kaçırıp çetelge çıktı. Onun için 2013'te köç tüygen için 2004'ten başlayıp asla bizdeki aşağıda durup hizmet kılaylı, halkımızı uygandıraylı, halkımız vatanimizga iyi çıkaylı diyen milli ve dinni tuygusu küçük olan alimlerimizni, ustazlarını, merbetber ziyalilerimizni birden o bahane, bu bahane ile gelip 2014'ten başlayıp kurulgan zaten kamplar kurulup diken. Ekirip sulaşqa başladı. Ancımınca haberini abdurduq, onu tutup bunu ekir kitipti deydiğen. Ve onun dinkin o vaqtça onu tutup bunu ekir kitipti degen bilen bir halqaralıq bir qarşılıq yoki bir besim tutumumuzni tutpaqida bo'lmagan ekan 2016 yil 5 ayda pokli qilib chegarini aytdi ve shuning bilan millat ondan keyin cheqirashga boshladi. Endi hozir 2024ga kelibmiz. İşler qayta açılışqa başladı. Milyon insanlarımız fakat acele bilen ölüp ketken bolsa mayli, yoki bir tal o'q bilan asan ölüp ketken bolsa mayli. Ama u yerda bulup ketken zulüm, qirg'inchilik, yo'qotilish, assimilyatsiya odatdagi bir ish emas bu. Endi ishlar qayta ochilgandan keyin Xitoy birlariga ayrim telefon qilib, eğer sen namoyishga chiqsang, sen onu qilsang, bunu qilsang degan boshlagandan keyin, ya birlariga berib, konsulxonada viza berib, kelsang, sen hech nima qilmaymiz, ota-onangni ko'rishtirib qo'yamiz degandan keyin, ya birlarining chiqolmagan pullarini chiqargandan keyin, ya birlariga bir yerlardan bir manfaat kelgandan keyin, ya mishad o'qiyotganlarga Xitoy konsulisidan ancha-muncha hajlaydigan burunga o'xshash bergandan keyin unutib qoldi, unutib qelyotdi. Ama şunisi enekkin Allah unutup kalmaydı. Tarih unutup kalmaydı. Benim için 2009'daki 5. fevraldaki o vakalik hazırgacha yepyeni.
Ben şu vaxtның özüdə nayeti ağır kelgan. Bizning bir o kunlarda şu men bala hazır oylayman şu balalarımga nima itip bergandim ama tamoq itip bergandim ama nima yeganini bilmayman. 8 oylik balam qanday holatini bilmayman. 2-3 oygacha zaten aqlimdan ketib qolgan deb qo'ygan men. Bir kuni namoyishga chiqadigan tayyor bo'lib, atigan tayyorlik qilib olsak, bir ishni chekdi. Chekadi yo'ldoshim ishni ochdi. Ochqanda shuning bilan kirib nima qildi? Salonga kirib ketdi, mehmonxona uyga. Ben başka öyle kirip işin içine itip aldım. Balınınki işler bilen bulup mağamız hazır mağamız hep durgan tuğnama işqa. Birden lekin buldu hoş Allah'a manata xapımızlar o bu da çık gitti de. Şunun bilen anlayınkin sordum yoldaşımdan. Hacım kim o dedim. Desem palancı dedi. Nimdep kirip dur desem. Bugün Saudi Arabistan'da mimana keptike deniz boyuğa kebap saptike bizim çakıqıl. Vay mış nima bo'lib ketganligimni Sübinur bir Allah biladi, bir üzem bilimende. Nima dediniz dedim ben. Desem biz baramaymiz dedim. Hep baramaymiz deb chiqirib qo'ydingizmi dedim. Qaysi vicdanini isteyip ketibdikanman ularning? Va vatanda uylayotganlar adib emasmikan? Tak kebab yemga deniz bo'yiga chiqib, nomus qilmay bizning uyga kebab yemiz deb chaqirib kirdimmi mishaga? Qaysi Xitoyning g'altisi ekan u deb. Voy demanda o'zingiz biz, ya dedim. Bu kadar insan vicdansız bulamda dedim. Biz ma öyle nima yapatımız, nima içivatımız, uxlavatımız, qo'pivatımız, men o'ylang. Ya başka birisinin uyiga emas, bizning uyga kebabga chaqirib kirgan bo'lsa, demak ma millatning taqtatigini bayka dedim. O kundan boshlab o adamning talatiga qaramayman men hozir. Ya insan ya. Şu vatan sevgisi, milli gurur deganmi? Ya Sübinur mening uyimga, bizning uyga kebab yegan chaqirib kiribdi, bizning uyga mazaq qilganimi bu? Ya men dedim, bu Xitoyning g'altisimi? Bizda maqsad chiqartmaslik uchun men bular necha kundan japotatib ketdi, necha vaqtdan berib. Konsulxona, ko'cha, namoyish yurib japotatib ketdi. Bulan bir beqib qo'yayli. Beqib qo'ysang bir kebab yesa susamdiki damdi. Çünkü men o kunlarda her zaman namoyishning oldida yağmur tükülüp hiç halimiz qanmagan bizning şu konsulxonaning oldida o kunlarni ko'rayotgancha bir şu ishlarni ko'rdik biz. Bizning millatimizdan. Ama hozirgacha o'lganlar ketaversin deydigan bir ang bizda bor. Ama bu bugünkü bo'lsa oldimizda inşallah cuma günü saat 11'deki Xitoy konsulxonaning oldidagi bu namoyish her bir vicdanlık, özünün Şarkı Türkistanlık deb qaraydigan ve Türkiye'de yaşab etib, Şarkı Türkistanlık bo'lganligi uchun yaşaş imkoniyati olgan, kimlik olgan, o'tirma izni olgan ve Şarkı Türkistanlık qarindishim deb maktabda bolalarni o'qitgan, Şarkı Türkistanlık qarindishim deb ishlarni oson qilgan ve mushu muhitda nafas olayotgan har qanday bir Uyg'ur agar vijdoni bo'lsa, mayli qaysi toifadan bo'lsin, qaysi guruhdan bo'lsin, dindar bo'lsin, dindar bo'lmasin, buning vijdoniy burchi bor. Millatga bo'lgan qarzi. Millatga bo'lgan qarzi bor, vatanga bo'lgan vijdoniy burchi bor. Men buni her zaman deyman, Türkiye bizniki qishimizga, ko'zimizga, burnimizga, bo'yimizga qarab voy qarindishim demaydi. Asli davlat siyosatidan tushasi, nurqadam siyosat tushunmaganligi uchunki, davlat siyosatida biz yenilam qanday bo'lmasin Xitoyninki biz o'zimiz qanchalik darajada biz ularla demasakmi davlatning xaritasida, davlatning tuzumida Xitoyning territoriyasi deb ko'rindi dunyoda. Bir territoriyaninki ichidagi insonlarning yeni bir territoriyaga, yeni bir davlatga berib sig'inishi uchun o davlatning beshidagi territoriya shu hukumatning izini bo'lishi kerak. Biz hammamiz qochib keldik. Turkiya bizga istisno. Ya'ni bu qonun sirti bir shaklda yaxshilik qilyapti hozir. Ata-onamiz bir daraxt tikib qo'ymabdi ekan, ya oltin kumush ko'mab qo'ymabdi ekan Turkiyaga. Bizni qarindishimiz ham islomiy qarindishimiz, ham bizniki nima qarindishimiz, so'ydishimiz deb bizga quchoq echyapti. Şu vaqadan keyin 2009'da jiq odamga vatandoshlik berdi. Shu vaqtdan keyin ba'di bizga asli qat'iy vatandoshlik kelmaydi. Bizga 2010-yili ba'di istisno ba'di. Biz normal 5 yil turgandan keyin biz o'tirimizni olish uchun biz Qumqapıga bordi, yo'ldoshim bordi. Bütün materiallarni tayyor qilib bordi. Ba'sinim deydi desangiz, sening materiallaringning yerimim yo'q ekan dedi. Qanday qilmay desa, sen berib Xitoyninki nimadan hukumatdan qog'ozni, qog'ozni akal debdi-ki, yo'ldoshimni ishlatdi.
Xitoydan qog'oz, maqog'ozni akilansa, men o'zimning yurtida, men ministerlikda ishlaydigan odamdim deb yo'ldashimcha, ashunchalik darajada ishlaydigan odamdim. Yo'l ayolim ashla ishlaydi. Biz uni akilansak, bu yerda nima qilamiz? Sargandan bo'lib yurib. Shu aşağıda işte yaşaş imkanımız bulmaganlık için miye geldik. Yapacak bir şey yok kardeşim de mürüsünü etip otladı sakçıdaydı. Yoldaşım başta dedi. Bəsi bire, bəmiz deyseydik yerimiz Allah'ın zimini. Rızkımızdan Allah verirdi. Qoğulu bəsi bir gep bula. Dedi. O vakti bizden 2 yaşlı kızımızdınki kolu da falan yaşam doktorxanası toğuldu degen bir xetteden başka işimiz yoktu. Benim en küçük kızım 2 yıllıkça işimiz yok. Ne nopos, ne oturumuzda işimiz yoktu. Biz o vaxtımı hiç kadar kalkışmadık. Meşal yaşananlığımız için şükür elhamdülillah dedik. 2010 yılı bizge zulüm geldiğimiz için aydı Xitay öldürülüp gitti. Miyad bulsun bir vatandaşlık bir aile de istisna vatandaşlığı verdi. Kolumuzdaki her bir vatandaş, her bir müşür kimliğimiz ya oturma iznimiz kayrandaşlarımızın kanının bedeliği kaygan. Hazır o kanının bedeliği kaygan o kimliğinin hakkını verişimiz gerek. Biz bəməyimiz de nime pərtivat üzsek düzeyli ki ahirette Allah'ın aldığı bunun hesabını verimiz. Şimdi, yeni bir meseleni sorğum geldi. Biz şu vakitte sizin bayam dep ötüңüz siyasi ögünüş qılğızgan dep. Men şu vaqt tuluq oturdu okup atdım. Biz elqimida çoğ adamlar ya hökümet işleydigan bolmasaqmı, oquvchilardan başlap hemmizge aqtaşlıq kitap taqtib bergen. Biz şu yazlıq tətil mezgili o 7-ci ay degen. Şu biz hemmimizni yığıp şu toxtumay kitap oquyduq biz aqtaşlıq kitabını Xitayninki. Onun içinde elqi Rabia Qadir başçılığında Dünya Uyghur Qurultayı degandek gaplar chiqdi endi. Biz o vaqtda rastlam şu Rabia Qadir başlatgan oqşaydı. Şu chet ellik Uyg'urlar birleşip planlık qilgan iş deb bizge şunu nima qildi da endi Xitoy shunda deb o'gitishga tirishdi. Şu vaqtda da aniq esimda bor. Şu Rabia Qadir xonimninki balları bor o'xshaydi Urumchida. Şu 2-3 o'g'lini şu televizorga chiqarib bizga mushta telefon qilgan, yolg'anda endi o biz bilamiz. Lekin şu bizga telefon qilib, bugun taloq chiqmanglar, bugun biz planlagan ish bor deb shunda degan deb shunday degizgandi. Endi bu Xitoyninki bizga ko'rsatgan ish yuzi mushu bo'ldi. Endi u vaqtda siz mush chet el Turkiyada Xitoy bu vaqalikka nisbatan chet eldagilarga qanday nima dedi? Mushu Turkiyada medialarda qandayroq bir ta'siri bo'ldi? 2009'da o vaqa bo'lgan chog'da bizning shunda chet eldagilar qutratqulik qildi degan bir narsani chiqqanligini anladik. Lekin men shu vaqtning o'zida masalan ma'rifning qurilishidan boshlab ichida hani bizning teşkilat olarak biz vatandagi qarindoshlarımızga ana qilinglar, mana qilinglar degidek bir ahvolda emasdi. Yani ben bilmeyim çünkü ondan nasıl olsa benim bilişim gerekti. Biz fakat vakaletini uyarı boğandan keyin biz uyarı vakavanı alıvatımız. Biz bir yerde oturup anıqıl manıqıl deydiğen ahvalda emas. Yani bu Xitayning özünün cinayetini yuşuruşunun ki fakat bir nemesi. Ondan keyin o onçilik çoğun bir qatnayan boğandan keyin Türk medyalarının hemisi Şarkı Türkistan meselesine hem de asasen gün tertipki ekeldi. Hatta Cumhurbaşkanımız dedi ki bu bir nime soykırım deb e'lon qildi. Hatta aynı vakitte naytı bir çık izleyicileri, körgüçleri boğan sama yolumu aşı vayda Şarkı Türkistan meselesi de anda buldu deb haberlan kıldı. Onun için 7. ayının 8 mu 9 mu Xitay elçileri Ankara'daki başkonsolos, ondan için İstanbul'daki başkonsoloslarının ki heyetleri bütün şu Türk medya kuruluşlarına hediye bilen ziyaret kılgan ve hatta 7. ayının 10'u hatalaşmasam bizden öyle vakti televizor yoktu haberlerde. Şarkı Türkistan degan isimni hemen özgertip Şinjan özellik bölgesiga özgerdi. Yani bir günün içinde özgerdi. Bir yerde Xitay çoğun basım işletti. Lekin xalq ben onu unutup kalmayman. Biz mesela Fatih Camii'de şehitlerge şehit namazı okuduk o vakta. Nurgun hatırlamayman lekin koçalarını doldurup namaz kılgan vaktimizde. Türkiye'deki nurgun insanlar bizden bilen birlikte çıkan, bizden bilen tanıcılığın, bizden bilen hatta oturum otağavaklarımızda otağan, aşında boğandı. Halk lekin uygak, vicdanı uygak nurgun şu Türkiye'deki halklar
5 iyul vaqasini unutmaydı. Mesela neçə gün aldığındaki bu təşviqatını qılğan vaxtımızda məncə Türk qarindaşlarımızın hamısı yani mesela İstanbul'da yoxlar. Keşke biz İstanbul'da bolsaq baratdıq. İstanbul'daki qarindaşlarımızga bunun xəbərini berimiz. Biz bunu unutup qalmadıq. O vaxtki vaqalikni unutup qalmadıq deb inkas bildirib atdı. Allah onlardan razı olsun. Demek ki Türkiye medyası andaq ağızdaki sözünü tigiştirgen bolsunmu? Ama xalq yenilam o vaxtda bizden yenimizde boldu. Hani şimdi devlet mi bazı bir siyasi sıkıntılar sebebinden boğan buluş mümkün ama onun ardından hemen 2010 yılı nurgun adamga Türk kimliği hatta Türkiye'ye hiç kip bakmayan insanlarımı Türk kimliği belgeliginin özü bu meselenin ciddi qarğanlığının ifadesi. En ahırda şunu sorup ötey bayam dep öttünüz. Emmimizden mesela hiç bulmasa namayışqı bolsun tuluq çıkışımız, milletimiz gibi olan qarzımızını tölüşümüz, milli burçumuz dep. Emdi şu her yılı biz kolumuzun kelişçe hatırlap kelivatımız 5. iyun vaqasını. Muşununki ehmiyeti bulup mu biz Uygurlarning içinde emdi biz vatанdan çıkan aldığımızga 20-30 yıl, keyindikilerge 10 yıl bolup qalay dedi. Emdi bu mavu chet elde turup ailemiz bilen haberleşenmey, bir xil bazı vaqtda emdi vatan söygüsü, milli gurur sustab qaldığı vaqtlarmı buludu emdi. Muşunun oxşaş bizden tariximizdeki çoğun kiçik qo'zg'olon, inqilab, qirg'inchiliklarni xatirlash bulup mu şu 5. iyun vaqasiniki o'sha bekchiq odamninki shahid bo'lgandek bir qirg'inchilikni xatirlashning ahamiyatini bir so'zlab bergan bo'lsangiz. En addisi bu bizden bir vicdani burcumuz. Yani biz hazır mişat oturup deyimiz ki biz vatandik mesela 7 ayam bo'lib qalsa ata-onamızın toprak beşiği çıqanmadık deyimiz. Yani nim dep deseniz ölgen adamның ki aqıdan bir toprak beşiği çıkıp bir dua qilishni özümüzden bir farzandlik yoki yaqinligimizning burcu deyimiz. San sanaqsız insanlar ölüp ketdi zulümda, vatanning turmada hozirgacha qiynalib var. Endi bir siyasi kallası bulmagan taqdirda mı? Bir musulmanlık, bir insanlık, vicdani bir tuygusu bilen mi? O yerdeki qarindaşlarımızın ki beşiğe kelgan musibet üçün içi açık buluşu normal bir iş. Bu 5 Temmuz yani 5 Temmuz Türkçe hani 5. iyuldaki bu qarindaşlarımızın namayışı yoki 5. fevraldaki yoki Barin inqilabı dek bu vaqaliklarda bizning namoyish qilishimizga deydiki qildik qo'limizdan nima ish keldi qildik nima o'zgarish qoldi yo'q ya intayin cho'ng birsi eng oldida shaxsan o'zingizning Allah'ning oldida shu zulm kelgan qarindoshlarimiz uchun men razı emas ya Rabbim degan narsa bo'ldi bu yerda. Men hergiz razı emas. Men sening düşmanın ve bizning düşmanimizni men kechirmayman. Men intiqam aldığan fırsatni saqlayapman deganlik bu. İkinci yerdagi qarindoshlarımizga bir vafo burchimiz. Üçüncüsü vatanga bir vafo burchimiz. Shundaq-ku. To'rtinchisi ma Turkiyada avatgan nafisimizga bir javob. Bu yerda petep ketib bizning qash ko'zimizda olmadi, biz zulm ko'rib olyapti. Ko'rsatgan bahonalar faqat o'sha odamning o'zining aqlichilikla bahona. İnsan o'zini aldiyalasa, boshqa odamni aldiyaladim deb o'ylaydi. Bizga chiroyli bahona ko'rsatganlarga ha deb qo'ysak, menga ishondi deb o'ylaydi. Avg'anti, andaqti, mandaqti, ha deb qo'ysak, ras ishon. Yo'q. Hesabni Allohga beramiz. Biz Allah'ning payg'ambarlarini biz iman etgan ekanmiz, Allah ve Allah'ın peygamberiga iman etgan ekanmiz. Bir musulmandek yaşaydigan bir vicdan bilan yaşashimiz kerak. Va shundaqla bizning namoyishga chiqishimiz Xitoyni qanchalik rohatsiz qilgan bo'lsa, biz shunchalik chiqishimiz kerak. Her birimiz aşağı çıkan her bir kichik bola uchun norozi bo'ldi Xitoy. Çünkü yani bu en kichik bolaning aşağı turuşumu Xitoyning qarshisida turganlik. Shundaq-ku?
Her katım kolumuzda bayraklı bir ilgiz kütürüşümüz mu? Xitayga karşı bir karşılık. Xitay düşmanını rahatsız kılgan her kandak bir işqa vicdanı, imanı bo'lgan bir insanın onu davam kılışı, teximmi güçlep kılışı. Ben yalğız kip kaldım, yüre adışım, yüre hoşnam deb birli çıkıp bir bayraqning o'rniga 4 bayraqni ko'taroladigan holatda turib, Xitoy qanday qilsa qani deyishimiz kerak. Vatanga berib kel deb yo'lni echib bersangmi, u sening qilgan zulmingni biz unutib qolmadik. Biz onunla aldanmaymiz. Aldanmaymiz. Yeni birisi ben Türkiye'deki halkның aldıdımı, dünya kamuoyunu aldıdımı mesela halk aradımı. Vay ma halklar ülep ketken qarindaşlarga unutib qalmaptı. Va Xitoy bo'lgan nemis o'chmanligini unutib qalmaptı. Bularning beshiga kelgan zulmni unutib qalmaptı. Bularning da'vosi haqiqatan haqqa va da'vosi turdikan va insonlar odam gibi odamga deydi bizni. Ama vaqt o'tgan sari ko'pincha Uyg'urlarda munda bir ideya paydo bo'lib qopti. Endi namoyish qilaverdik, ya qo'limizdan bir ish kelmadi, namoyish qilganning nima foydasi deb. Endi siz shu da'voning oldingi sepida uzun yil ishlayotgan bo'lg'achqa, endi siz bilasiz buning kelqasdan. Bizning qilgan shu namoyishlarimizningki foydasini bir Paydasının bu atqalığının sebebi Xitayning tushma-tushdan aqalda telefon qilib, yelmikir qilib, namoyishga chiqmaydiganға, chiqtirmaydigan o'yin o'ynagani, ma Turkiyada Uyg'urlarni yo'lga sevdikan, anda qildikan, manda qildikan, ekonomik siqinti o bu deb, ma Turkiyadagi insonlarning jamoatlarni parchalashi, ichidan parchalashga tirishishi, onundan keyin boshqa davlatlarga chiqib ketishga suylishi, chunki Turkiyada birdan bir jamoat bir shaklda xizmat qila oladigan, jamoat bir shaklda namoyish qila oladigan bir yema o. Çetelini görüvattığımız mesela Avrupa ülkelerine Allah razı olsun yani hizmet kılatkan kardeşlerimizden. Ama şembede uyum 200 kilometre, 100 kilometre, 500 kilometre baramadım da baramaydı ya. Başka yerde kılıvatamdı. Ot yürek üzerine ot katıdığında yigitlerimiz battı. Kene çetelge çıkandıkken izdireksiz yok kap gitti ya. Nurgun ayarlarımız battı. Vay dep diyen şu Xitay kelse hazır çanı bitirme deydiğen ayarlarımız çetelge çıkarken yok kap gitti ya. Çünkü ula aya çıkandı şarayet yer vermedi. İmkanları yer vermedi. Birilerinin belki pul ya ki dünya ya ki bir nesli bulgan buluş mümkün. Türkiye mesela poyuzga çıksanız mı, abduzga çıksanız mı, nimeli kılsanız bir namoyish qildigan yerga boralaysız. Yaşmaganda siz Eminönü'ne çıkıp bir bayrak tutup o'tiralaysız. Hech kim seni qop demaydi. Bunun için Xitoy men Türkiye'de turg'izmayapti Uyg'urlarni. Bunun için insanlarni men Türkiye'de turmusin bilan birlashib kelsa bir namoyish qildikan, bizga qarshi turdikan. Chunki biz bayroqni ko'tarib Sharq Turkiston davosini qilganda bizning atrofimizdagi bayrog'imizni ko'rgan, namoyishimizni ko'rgan turklarninki uladimi bor g'urur, uladimi vijdon bor. Bizden öte Sharq Turkistonga ega chiqayotgan nurg'un turkni ko'ryapmiz. Agar biz azlab kelsak, ularning soni azlaydi. Bunun nayt çoğun rolü var. Eğer ben yalğız kalıp kalsam, yani bu bir kolektif kıskıldığın, tohtap kaldığın dava emez. Eğer ben yalğız kalsam, yani ben bu davanı davamlaştırmam deydiğin bir ideolojimiz buluş gerek bizninki. Yani qısqası Xitayning tarqaqlashtirib, ajizlashtirish siyosatiga biz aldanmasligimiz kerak. Münevver xanım köpdən köp rahmet, nayda qimmatli fikirlarni berdiniz. Mən rahmet etdim. Namayışqa bütün qarindaşlarımızın cengivar bir şekilde çıkıdığanlıqıga işinime Allah hepimizden razı olsun. Amin. Aziz körürmenler, Ayallar ve Dava programımızın bu sani müşahede ayaqlaşdı. Görüşkici aman bulunla. Allah'a emanet.